Ben bu Jasur Otarchini ko'pchilik taniydi. Jumagulli, Namanganli, Musurli, Chortli deb gapirsa, Chort naturalni chort sen bo'lasan. Chunki efiring yoqib olib, uyingdagi mojaroni olma gap chiqyapsan. Chort deb sandagi naturalni chort, gallimi chort deb sana aytadi iminni. Namanganliklarni, yovodiyliklarni emas. Namanganga kelsang, qanaqa odamlar Namanganda yashashini sen ko'rib ketasan. Va perva. Ha, dovrini chekib, kayf qilib, xohlagan gapingni gapiryapsan. Ha, Namanganlik undoq. Sigaret chekib olgansan. Sen boshqalarga saboq bo'lish o'rniga sen o'zingni yomon tarafingni ko'rsatyapsanmi? Statiya bor O'zbekiston Respublikasida 118-statiya. Bunga men kechiringlar, men Namanganliklar, men sizlarni yaxshi ko'raman degan bilan prosta tak tashlab qo'ymaslik kerak. Bularga chora ko'rish kerak. Kommentariyada chora ko'rish kerak. Biz norozimiz, biz haqorat qildi deb yozinglar Namanganlik, opa-singillar, akalar. Sababi bu hozir shunaqa ish qildimi, ertaga boshqacha ish qiladi. Ammo kechirim so'rasam o'tib ketadi deb. Namanganlik chort deb biladi. Sen nima pachemtasan? Sen nima urib olgansan? Kokain urganmisan yo bir boshqami sintetika narkotik urib olganmisan? Allohu alam, Alloh biladi. Buni srochni diagnostikaga olib borib, buni qonidan tekshirib, buni srochlarga nima derdi? Uchotga qo'yib qo'yish kerak bunaqalarni. Обязательно uchotga qo'yish kerak. Kommentariyada like bosib bu videoni ko'proq kishiga tarqatib, ozgina bo'lsa ham ana qilib qo'yinglar. Bundan bag'i chiqaveradi bunaqalar. Agar bularni nakasat qilmasa, momentalni qonun doirasida.